Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mushu bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. O'tgan juma kuni kechida Turkiyada yuz bergan harbiy o'zgarish mag'lub qilingandan keyin Turkiyaning harbiy ma'muriy sistemasi bilan davlat apparatlarida keng ko'lamda tozalash boshlangan. Butun dunyo Turkiyaning navbatdagi siyosiy vaziyatidan andish qilayotgan bir paytda Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi Rabia Qadir Xanım radiomiz ziyoratini qabul qilib, Turkiya vaziyati haqida o'z qarashlarini bildirdi. Rabia Qadir Xanım Turkiya hukumati bilan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'anni tinchlik uchun so'g'aqqan bo'lishga, Turk xalqining orzusi va Turkiyaning qimmat qarashiga hurmat qilishga, xalqaro qonun va kishilik huquq mezonlariga mos holda tadbir ko'rishga chaqirdi. Uyghur Abdunum Rayonluq doirlar muqimlik xizmatini himoya qilish bo'yicha 14-iyuldan 17-iyulga qadar Xotanda naq maydon yig'ini ochgan. Mazkur yig'inda Uyghur Abdunum Rayonluq partkomining sekretari Jang Chunshan terrorchilarga tashabbuskorlik bilan hujum qo'zg'ab, mustahkam mudofaa sistemasi qurish haqida ko'rsatma bergan. Muajiratdagi Uyghur kuzatuvchilar bu haqda jiddiy inkos qaytardi. Ular birdek Jang Chunshanning mazkur ko'rsatmasi uning 2014-yili 13-sentabrda Xotan viloyatidagi mas'ul kadrlarga qilgan so'zdagi o'z go'shini o'z yig'ida qo'rish chaqirig'ining davomi va yanamo ilgirlagan varianti deb qaramoqda. Yaqinda Angliya hukumatining Sharqi Turkiston Islom harakati tashkilotini terrorlik tizimligiga kirgizishi chet ellardagi Uyg'ur faoliyatchilarining andisini qo'zg'amoqda. Amerika hukumati 2002-yili sentabrda Sharqi Turkiston Islom harakati tashkilotini terrorlik tizimligiga kirgizgan, ammo 2004-yili tizimlikdan o'chirib o'tgan edi. Xitoy hukumati yaqinqi yillarda mazkur tashkilotni yana Amerikaning terrorlik tizimligiga kirgizish uchun ko'p tirishchilik ko'rsatgan, ammo muvaffaq bo'lolmagan edi. Albuki Angliya Tashqi ishlar ministrligi yaqinda Sharqi Turkiston Islom harakatini terrorchi va bo'lginchi tashkilotlar tizimligiga olgan. Angliyaning bu qarori Uyg'ur faoliyatchilarining diqqatini qo'zg'adi hamda Xitoyning buni Uyg'urlarni davomli bostirishdagi kozir qilib qo'llanishidan andish qilganligini bildirdi. 20-iyul kuni Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tashkiloti Uyg'ur elidagi ekologik muhit krizisi haqida maxsus doklad e'lon qildi. Zimin bo'lmay turib hayotlik bo'lmaydi. Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi ekologik muhitni qo'g'dash harakatini bostirishi deb mavzu qo'yilgan mazkur doklad xalqarodagi har sohaning diqqatini chekdi. Mazkur dokladda paketlar ko'rsatilib, doirlarning yuqori besimli siyosatlarining amaliyotda Uyg'ur elidagi ekologik muhitning bulg'anishini eg'irlashtirayotgan eng asosli omil ekanligi yakunlab chiqilgan. Tangirtaq to'rining xabariga qaraganda 20-iyul kuni Urumchida Islom dini o'tir hal yo'l ideyasini temadagi xalqaro muhokama yig'ini ochilgan. Yig'inga Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliq davlatlardan kelgan diniy zotlar, tadqiqotchi va hukumat xodimlari ishtirok qilgan. Mazkur yig'inda o'tir hal yo'l ideyasini tashabbus qilib, asabiylikka qarshi turish haqida xitobnoma e'lon qilingan. Chet ellardagi kuzatuvchilar mazkur yig'in haqida inkos qaytardi. Ular Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi har qanday bir norozilik harakatini diniy radikallik va terrorlikqa bog'lab qattiq bostirib kelayotganligini, bu yig'in orqali O'rta Osiyodagi qo'shni davlatlarning hamkorligini qo'lga keltirishni maqsad qilganligini ilgari surmoqda. İgənlişçə Xotan viloyatlik diniy ishlar idorasi maxsus uqtirish chiqarib, 2016 yillik Xotandan hajga boruvchilarni bir haftalik siyosiy o'rganishga tashkillagan. Bu haqda radiomiz ziyoratini qabul qilgan bir nafar hukumat xodimi va yerlik aholilar bu yillik kursning ochilish vaqti va kursning maqsadi haqida savollarimizga javob berdi. Chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilar bu haqda inkos qaytarib, doirlarning yillardan buyon Uyg'urlarning haj qilishiga qarata turli cheklamalarni chiqarib, hajga boradiganlarning sonini cheklayotganligini va ularni hukumatning har xil shartlariga bo'ysunishga qistayotganligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.